Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mekap jarayonini boshladik. Qoshlarimizni tepaga gel bilan tarab olib, yuzlarimizga bazalarni surib olamiz. Bazadan keyin tonalnilarimizni surib va qotirib, ko'zlariga ham konsilerlar bilan surib, ko'zlarini mekapga tayyorlab qotirib olamiz. Ko'rganingizdek, ko'zlarni ham tayyor. Endi esa yuzni formasiga qarab, yuzni shakliga qarab, kontring qilib chiqamiz. Men bronzerdan foydalandim. Bronzerlar tabiiy ko'rinadi. Undan keyin rumyanalarni surib bo'lganimizdan keyin highlighter zonalariga o'tamiz. Highlighterlarimizni ham o'zini zonalariga surib olamiz. Bu qizimiz lablariga mos rang pomadadan foydalandim. Qoshlarini ham nejniy, tabiiy holda teng bilan tarab olamiz. Mana qizlar, mekapimiz ham tugab bormoqda. O'zinglarni fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Obrazni video oxirida to'lig'ini ko'rishinglar mumkin.